Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsligimizda top 10 amerikan yo'nalishlarini ko'rib chiqamiz. 10 ta eng zo'r emas, 10 ta amerikan yo'nalish. Sizlar uchun tavsiya berib o'tadigan 10 ta amerikan yo'nalishlarimni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana shu bizning kanal YouTube ishlari foydali darsliklar chiqarib boryapmiz. Obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Qancha ko'p obuna bo'lsalaringiz bizga shuncha motivatsiya bo'lib ko'proq darsliklar chiqarishimizga sabab bo'ladi. Birinchi yo'nalishga o'tamiz. Qani ketdik. Xo'p, birinchi yo'nalishimiz Roblox Shorts. Roblox Shortsda biz nimalar qilishimiz kerak bo'ladi? Robloxni yuklab olib, Roblox o'ynab va undan shunaqa kliplar yasashimiz kerak bo'ladi. Va bu yo'nalish tavsiya berib o'taman. Monetizatsiyaga ulanmay qolmaydi yoki bir takroriy kontent bo'lib qolmaydi. Xo'p, keyingi yo'nalishga o'tamiz. Biz tez yo'nalishni almashtiramiz, chunki bizda 10 ta yo'nalish bor. Xo'p, keyingi yo'nalishimiz bu tarix yo'nalishi, ya'ni tarixga hayot bilan hozirgi hayotni solishtirish. Misol uchun 825 ming prosmotr olgan. Mana oldingi Nyu-York va hozirgi Nyu-Yorkni solishtirgan. Oldingi Dubay va hozirgi Dubay. Misol uchun 1960-yildagi Dubay va 2026-yildagi Dubayni solishtirgan. Bunaqa videolar tayyorlash qiyin emas. Shunchaki ChatGPT prompt yozib beradi va Gemini ularni rasmlarni generatsiya qilib beradi. Kling AI da ularni videoga yaratish mumkin. Orqa fondagi inglizcha ovozni Eleven Labs degan sun'iy intellektda bemalol yaratib olishingiz mumkin. Va montajda to'liq AI orqali bo'ladi va CapCutda videoni tahlab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi YouTube yo'nalishiga o'tamiz. Xo'p, bu keyingi YouTube yo'nalish va bu hikoya yo'nalishi. Xo'p, bunda nimalar qilinadi? Bunda 2,5-3 soatlik hikoya videolar yaratiladi va bu YouTube ga yuklanadi. Bunda odamlar uxlashdan oldin, misol uchun uxlashdan oldin mana shunaqa hikoyalar eshitib uxlashadi va bu degani ko'p videoni orasida ko'p reklama chiqadi va ko'p daromad olish mumkin. Misol uchun bu kanalni RPM bunaqa yo'nalish, ya'ni hikoya yo'nalishini RPM, ya'ni 1000 ta prosmotrga to'laydigan puli $10, $15 bo'ladi. Shuning uchun mana shu hikoya yo'nalishini ham tavsiya beraman. Unchalik ko'p prosmotr olmaydi, lekin juda ham ko'p daromad olib keladi. Darslikni davomini ko'rishdan oldin kommentariyadagi link orqali Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Biz u yerda yangi eksperiment boshlaganmiz. Yangi Shorts kanal ochib, 60 kun davomida kuniga ikkitadan shunchaki Shorts yuklab bormoqchimiz va natijasini ko'ramiz. Monetizatsiyaga erisha olamizmi yoki shunchaki Shortslarimiz prosmotri noldan siljimaydimi? Eksperimentimizni biz bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyadagi link orqali Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi yo'nalishimiz bu GTA. GTAda siz mana shunaqa modlar yaratib o'ynab olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana Minionsni qo'yib Spider-Man tepib chiqishi va mashinalar ustiga sakrab qanaqadir akrobatika o'yinlar qilishi, mana shunaqa o'yinlarni mana shunaqa qilishingiz mumkin, mana shunaqa videolar qilishingiz mumkin va bu juda ham ko'p prosmotr oladi. Chunki buni tomosha qiladigan bolalar, yosh bolalar YouTube'ni ko'p tomosha qiladi va bitta videoni qaytadan ham tomosha qilaveradi. Shuning uchun bu yo'nalishda daromad ham, prosmotr ham zo'r. Xo'p, endi keyingi YouTube yo'nalishiga o'tamiz. Keyingi YouTube yo'nalish bu BMG Drive deyiladi. Lekin shunchaki BMG Drive'ni o'ynab yuklash emas, urilgan joylarni, misol uchun mashina bir-biriga urilib ketgan joylarini, mana bu yerda mototsikl mashinaga urilgan joyini 2 kun oldin YouTube ga yuklaganlar, o'sha 12 ming prosmotr olgan. Shunaqa joylarni ekran zapis qilib, montaj qilib, sound effektlar, ovozlar qo'shib bemalol YouTube ga yuklashingiz mumkin. Misol uchun mashhur videolardan 47 million prosmotr olgan, 30 million prosmotr olgan va mana 4 yil oldin yuklangan video 28 million, 23 million yaxshi prosmotr olgan. Bu yo'nalishda auditoriya yosh bolalar va shunaqa mashinaga qiziqadigan bir bolalar. Xo'p, bunda prosmotr juda ham zo'r bo'ladi va videoni qiziqib tomosha qilishadi, chunki faqat mashinalarni urilib ketgan joylari bor. Xo'p, endi keyingi yo'nalishga o'tamiz. Keyingi yo'nalishimiz bu oldingi, misol uchun kompyuterlar bilan hozirgi kompyuterlar solishtirish. Faqat qanaqa?
yilma yilga o'zgarib ketadi. Misol uchun mana bunaqa как bir slayd ko'rinishda xuddi mana shunaqa bo'lib video o'zgarib ketaveradi. Va har yilgi yangi rusum chiqqan iPhone yoki har yilgi yangi rusum chiqqan mashinani videoning ichida shunchaki rasm ko'rinishda ozgina bunaqa ma'lumot emas, nomi bilan ko'rsatib shunchaki video tayyorlash. Bunda mana mashhur videolarning prosmotri 714 ming prosmotr olgan. Bunda auditoriya faqat yosh bolalar emas, o'sha narsalarga qiziqadiganlar, misol uchun iPhone ga qiziqadigan odam bo'lishi mumkin, iPhone ni tomosha qiladi. Yoki bir Mers ga qiziqadigan odam bo'lsa, Mers ni tomosha qiladi. Faqat yosh bolalar uchun emas bu yo'nalish, auditoriyasi katta. Xo'p, endi yana keyingi yo'nalishga o'tamiz. Telegram kanalimizda yangi eksperiment boshladik. Unda biz yangi Shorts kanal ochib, 60 kun davomida kuniga 2 tadan Shorts yuklab boramiz, ko'ramiz, monetizatsiyaga erisha olamizmi yoki shunchaki prosmotrlarimiz noldan siljimaydimi? Kommentariyadagi link orqali Telegram kanalimizga qo'shilib, bizlar bilan birgalikda eksperimentni kuzatib boring. Xo'p, bu yana keyingi yo'nalishimiz bu Money Rush. Money Rushda shunaqa editlar qilib, animatsiyalar qilib yuklashyapti. Bunda sizga kerak bo'ladi Money Rush o'yini va ozgina montaj qilsangiz, mana bunaqa editlar qilib, misol uchun mana bunaqa editlar qilib, ovozlar qilib montaj qilsangiz, shortsda qiziqarli bo'ladi va yosh bolalar maza qilib tomosha qilishadi. Xo'p, top 10 yo'nalish bo'lganligi uchun ularni shunchaki tushuntirib o'tib ketyapman. 10 ta shu Amerikan yo'nalishlarini tushuntirib o'tib ketyapman. Xo'p, Money Rush yo'nalishi, xuddi shunaqa yo'nalish, unchalik ko'p vaqt talab qilmaydi. Lekin bu yo'nalishda ozgina raqobat ko'proq bo'lishi mumkin. Xo'p, endi yana keyingi yo'nalishimiz bu Minecraft degan yo'nalish. Minecraftda siz shortslar yaratasiz. Misol uchun Minecraft videolarini olib, YouTube'da Minecraft videolar juda ham ko'p. O'sha Minecraft videolarini siz o'zingizga yuklab olasiz va qiziqarli joylarni mana shunaqa shorts qilib chiqasiz. Misol uchun shorts monetizatsiyaga ulanish uchun 10 million prosmotr kerak, 1000 ta obunachi bilan. Mana o'sha eng mashhur shortsi o'zi 10 million prosmotr bo'lgan va mana bitta shorts bilan monetizatsiyaga erishgan desak ham bo'ladi. Va mana bu eng oxirgi yo'nalish. Bu yo'nalishda nimalar bo'ladi? Bu yo'nalish Minecraft Shorts versiyani long versiyasi, ya'ni katta versiyasi. Bunda siz shunchaki Minecraft o'ynaysiz va qiziqarli joylarni uzunroq video qilib joylaysiz. Yoki shunchaki o'ynaganingizni ekran zapis qilib ham joylashingiz mumkin. Bunaqa Minecraft videolar bemalol monetizatsiyaga ulanadi. Ya'ni takroriy kontent deb monetizatsiyadan apellyatsiya kelib qolmaydi. Bugungi darsligimiz shu 10 ta yo'nalishni qisqacha obzori haqida edi. Mana shu YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Bu yerda hali sifatli darsliklar ko'p bo'ladi va sifatli darsliklar chiqish uchun, motivatsiya berish uchun siz mana shu yerga bitta obuna bosib qo'yishingiz yetarli. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.